Siz mu qinaningizning ko'ziga sat ko'rinib baqqanmidingiz? Urug' tuqqan jinida hisob kitob deganni aniq qiladi. Buni ya xizmatimizsa topgan taganlaringni nega to'shyapti? Kim biladi? Yig'ib tashab onasinikiga yo'tkayotamdi texi. Ma'qul opa. Mayliroq bir obdan hisob kitob olay ya. Jura, tamoq yo'layli. Voy. Qani, solim. Appa tamoq kelinglar. Voy qizim, bugungi qo'rmalar ajoyib katta-ku. Yana texi Nazifaning sifatli yoshlar orasida moda bo'lgan chiniqqachilarga almashtiryapsiz, Ha, appa. Nazifa şirketi hazır joy-joylardan vakolatchi qabul qilib yetibdi ekan. Men vakolatchi bo'laymikin deb o'ylashyapman. Onun üstüge bir gün Almira singlim keldi emasmi? Shunga o'xshdi. Almira singlim amri qo'rimlarni ko'rdim. Yana singlim. Voy bu yenge, o'zingizning yigizpanasidan mo'tungib qo'ysizda-mi? Shuni deymiz, sapli o'zingiz amri qo'rimlarni ko'rib. Nima degan ochiq bu? Ashnam derdim to'q bilmabdi deb İlyas chapat tortib sirtadi pul yig'ib qilsa, siz buzib ketishini bildi ekansiz. Apam to'g'ri deydi. Hozir bir hisoblab ko'raylik, ha. Bir kunda Sayitbay go'sht yog' bo'lib 100 ko'yni xarajat qildik desak, oyda 3000 ko'y. Ha. Anonki sen mevchivilar amroq. Bir kunda 20 ko'ydan mevchividing desangmi, 600 ko'y oyda. Sening ma grim buyumlaringga bir oyda 800 ko'y pul ketadi. Anondan keyin sening ma faslga biqib kiydigan kiyim-kechaklaringni hisob qilsak, oyda 1000 ko'y. Shunda qilib yig'ib kelsak, 5400 ko'y degan gap. Nima? 5400 ko'y? Bir buncham pul topmay turib, 5400 ko'yning peshiga suv qo'yamdi bu xini? Kechiring appa, men ati chiqib xizmat qilshay. Voy, unda qanday bo'ladi? Siz ati chiqib xizmat topsangiz, ma uyning ishini kim qiladi? To'g'ri appa. Navoda sen mushu tamoqlarni etmay sirtdan akirman desang 300 ko'y to'xtaydi. Demak, bir oyda 3 vaqtlik tamoq bo'yicha hisob qilsak, 10 necha ming ko'y degan gap. Anondan keyin ma Urumchining iqtisodiy ahvoli bo'yicha olganda bola boqish taklif qilman desak 4000 ko'ydan tuvan bola boqish deb qilinmaydi. Oila o'qituvchisining chiqimi 5-6 mingdan kam bo'lmaydi. Yig'ib kelsak, oilaning umumiy chiqimi 10 necha ming ko'ydan to'xtaydi degan gap. Xotin, sening ish haqqingni aytayotdim juma. Beshni qarab o'ta. Bolam, bu qanday mantiq hamdi? Bu degan sening o'zingning xotini tursa, xotiningmi ish haqqi beramsa? O mening ayolim bo'g'ashqila. Sen uning bu oiladagi o'rnining qanchalik muhimligini his qildiray dedim. Qara apa. U bu oilamizga kelin bo'lib kirishning oldida to'sh ishlarga yaqin kelmaydigan o'z oilasining malikasi edi. Hamda-chu bu oilaga kirib, degan qo'pib kashitib, bir uyni uy qilib, ma uyimizni cho'rib ketyotdi. Sen desam-chu apa, uning bu uyimizga singdirgan ajri sen biznikidan ortiq bo'lsa, ortiqki hargiz kam emas. Navoda u o'zining mush ajrga mendan ish haqi talab qilgan bo'lsa, mening ma 2 tok maoshim hech nimga dal bo'lmaydi. Bir oilaning baxti sirtdan kirgan maoshning oz ko'pligi bilan emas, balki uningdek nomsiz qahramonlarning parda og'zida ko'rsatgan un-tunsiz badali bilan bo'ldi apa. Amaliyotda uning bu oilamiz uchun singdirgan ajrini hargiz telefonimdagi quruq sansifirlar bilan o'lchagil bo'lmaydi. Aras ukam, sen bu cho'ngib qolding. Ba'zi ishlarni sen izib ishirishninki o'rni yo'q. Yengam bu ishlarni mas'uliyat yuzidan emas, balki muhabbat vajidan shunda qiladi. Atogin sen to'y qilgan odam, shu narsa esingda bo'lsin. Ayolimizga ko'nganligimiz hargiz uningdan qo'rqqanligimiz emas, balki uning qurbonliklarini qadrlaganligimizdan derak berdi. Mayraning ko'ziga ko'rinib turadigan jafo mushaqqatlarini sizlarmi yurkinglar bilan his qilib qilinglar. Qizim, qo'rg'an tomoqingiz, da penjirangiz bekli o'xshabdi. Akilanga men olib qo'yaymi? Ilanga qizim. Ilanga. Yenge, boyam kishilik qilib qopdimi, ko'nglingiz amma?